Bugun tojikistonlik akalarimiz 4 soatda kirdi chiqdi qildi. Endi tojikistonlik akalarimizdan qo'rqmay kirdi chiqdi qilsa bo'ladi. Juda ham yengil bo'lib qoldi endi, Allohga shukr. Sizlar yana gransiyaga borasizlar yoki bormaysizlar, buni hammasini tushuntiramiz. Chunki hozir amnistiya продление bo'lgan. O'sha agar mashinada ham ishtirok olgan bo'lsalaringiz, administrativni yoki bironta 5000 rubldan ishtirok olgan bo'lsalaringiz, kirdi chiqdida shtrafingiz bor deb kirgizmay qo'yapti akalar. Eldor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana odamlaringiz keldi, gransiyaga obro bo'lib keldik, xo'sh, buni yaxshimiz. Akalarimiz Sankt-Peterburg xo'jandga o'tib ketadi. Bizni aviakassa ishonchlimi, ishonchli emas? Ishonchli, mana oldik, Xudoga shukr, mana qaytyapti. Hammasi chotdimi? Ha, zo'r aka. Aka, hammasi zo'rmi? Beltlaringiz bel kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringizlar. Srochniga ham olg'a. Hammasi mana chotga ketyapti. Srochniga ham o'sha eski narxlarda srochniga ham. Hammasi yaxshi. Mana bu yoq tamoji. Mana aviakassada 50 ming, 55 ming deb turibdi, va akamdan 30 ming. Endi o'zim narxi to'g'rilab beryapmiz. Mana biz xo'jandga ko'chib ketadi. Marta berasiz, talonni berasiz, tamom. Bizni odamlarimiz bor ichkarida, xohlasangiz nomerni beraman. Bila ketasiz. Davay. 30-aprel kechki vaqt aeroport Pulkovo Sankt-Peterburg xo'jand reyslarimizni o'tkazyapmiz. Ular Eldor Airlines aviakassasiga kirdi chiqdi borasi bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Tojikiston fuqarolari hozir tуда обратно bir kunga endi Chelyabinskga uspet qiladi. Kelishtirib chotka qilib yozib beramiz. Borib kelishiga garantiya, bir kunda o'tib kelishiga. O'zbekiston fuqarolariga Tyumen, Samara, Chelyabinsk umuman farqi yo'q. Ular juda tez o'tadi. Kirdi chiqdi borasi bo'yicha agar ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol Eldor Airlines aviakassasiga murojaat qilingizlar. Sizlar yana gransiyaga borasizlar yoki bormaysizlar, buni hammasini tushuntiramiz. Chunki hozir amnistiya продление bo'lgan. O'shanga qarab kirdi chiqdi qilsalaringiz yoki qilmasalaringiz, o'shani aytamiz. Tushungunimizcha, yana agar biz tushunmasak yoki nima qilmasak, biz ham dokument tashlagan akalarimiz bor, so'raymiz podrobno. Kelishtirib chotka qilib yozib beramiz. Adreslarimiz Ulisa Dvenga tom 27 korpus 1da joylashgan. Eldor Airlines aviakassasiga murojaat qilaveringizlar. Bez dokument bo'lsangiz biz aeroportda o'zimiz o'tkazib qo'yamiz. Xo'jand reysimiz bor edi, bez dokument ular akalarimiz o'tkazib bo'ldik. Mana endi hozir sizlarga informatsiya tarqatyapmiz. Pasportning o'zini ber. Assalomu alaykum, Eldor Airlines aviakassasi Sankt-Peterburg Chelyabinsk yo'nalishlariga Tojikistonlik, O'zbekistonlik akalarimiz mana talonlarni olib oldi. Birinchi etajdan o'tkazib keldik. Hozir bir akamizga birinchi etajdan keyin deganda ikkinchi etajda mana bu yerda rasm milisa ko'p ushlab oldi. Bir baliq chiqardik endi. Akalar, iltimos birinchi etajdan keyingizlar aytganini qilib. Bizdan bilet olasiz, boshqa mana o'z akalar, pasportlaringizni olingizlar, talonlaringizni olingizlar, o'zingizga ol. Hozir yana bolalar keladi, ular ichkarida внутренний reysda turibdi. Hozir sizlarga telefon nomerini beraman ichkarida. Qaysi xonada turganini aytadi, borasizlar, bila o'chasizlar, xo'pmi? Taksi telefon nomerini sizga berdim. Mayli aka, sizga ham bu yerdan olasiz. Hozir yana beraman, maylimi? Xo'p, juringizlar. Hozir внутренний reysdan sizlar o'tkazaman, ko'rasizlar. Akalar, Eldor Airlines aviakassasi bemalol murojaat qilaveringizlar. Adreslarimiz Ulisa Dvenga tom 27 korpus 1da joylashgan. Hozir tojikistonlik akalarimiz Chelyabinskda bir kunda uspet qilyapti. O'zbekistonliklarga umuman farqi yo'q. Tyumenmi, Chelyabinskmi, Samarami farqi yo'q. Ular sразу uspet qiladi. Akalarimizni внутренний reysdan o'tkazib yuboramiz shu yerdan. Mana shu yerdan o'tsangiz bo'ladi, brat. Mana shu yerdan o'tib ketaveringizlar mana. Ochirat yo'q. Ha? Migratsionni ana tamoshada chegarada berasizlar. Yur внутренний shuni o'tamiz. Men sizlarga o'qil. Bo'ldi. Agar mashinada ham ishtirok olgan bo'lsalaringiz, administrativni yoki bironta 5000 rubldan ishtirok olgan bo'lsalaringiz, kirdi chiqdida shtrafingiz bor deb kirgizmay qo'yapti akalarimiz. Mana shu narsa bo'lyapti hozir. Chelyabinskga Tojikiston akalarimiz jo'natgandik. Mashindan shtraf olgan, to'lamagan, bilmagan, kirdi chiqdiga ketganda endi o'tkazmay qo'yapti. O'shalar akalar o'shanga ham ehtiyot bo'lingizlar, iltimos. Bugun tojikistonlik akalarimiz 4 soatda kirdi chiqdi qildi. Endi tojikistonlik akalarimizdan qo'rqmay kirdi chiqdi qilsa bo'ladi. Juda ham yengil bo'lib qoldi endi, Allohga shukr. Lekin faqat Chelyabinskda bo'lyapti bu vaziyat. Tyumenda va Samarada bu kuzatilgan yo'q hozir. Hozir Pobedada Aeroflotda biz onlayn registratsiya qilib beramiz endi hamma klientlarimizga sразу tap bu yoqqa o'tib ketadi.
Eldor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana odamlaringiz keldi, Grensiga obro' bo'lib keldik, xudoga shukr. Mana yaxshi hammasi. Bugun 4-5 soatga kirib chiqdik. Hozir kafega kiryapmiz. Mana akalar qanday bo'lib keldinglar? Hammasi yaxshimi? Mana aka, gapiringlar. Mana zo'rda. Mana hammasi davolan aka, yaxshi bo'lib keldilar. Hammasi mana zo'r. Mana borib keldik mana. Grensiga. Biz qirg'izistonlik akalarimizga bir narsani aytib o'taman. Qirg'izistondan Rossiyaga kirib kelganda ular 1 yillik registratsiya qiladi. O'sha registratsiyani 10 kun ichida MVD dan pechat oldirish kerak-da, pechat. Pechat qo'ymasa, keyin dalnishiga 1 yilga registratsiyani cho'zdira olmaydi turgan joyidan. O'shaning uchun o'sha narsani Qirg'izistonlik akalarimiz agar bizlarni ko'rib tursa, kuzatib tursa, qo'ygan yaxshi sirazi. Bu menimcha yangi zakon bo'lsa kerak, chunki ko'p Qirg'izistonlik akalarimiz imенно mana shu tema bo'yicha bilmay kirishda qilyapti. Mana aeroport tinch. Eldor Airlines aviatsiyasiga murojaat qilaveringizlar. Kechga va yana Toshkentga reyslarimiz bor. Aeroflot ularni ham o'tkazamiz.